Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Maktab Otabek jamoasi. Siz so'ragan lokatsiyadan 3 xonalik pastki qavatdan 3 qoryapmiz. Hozir kelib turgan lokatsiyamiz Termiz shahar 5 soat chorrahadan Yashiluniga ketadigan yo'lda Azbek restorani orqa tomonida qurilgan 4 qavatlik panelli g'ishtlik domlarda bo'lyapti. Umumiy maydoni 68.3 kvadrat tashkil etayotgan ikkinchi qavatda joylashgan 3 xonalik domimizni sotuvga chiqaryapmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Narxini oxirida aytib o'taman. Hozir men turgan xona uyning katta mehmonxonasi. Tagimiz pol, albatta. Uyda nima ko'rayotgan bo'lsangiz, barcha narsa qoladi, hech narsa olib chiqib ketilmaydi. Mana Artel rusumda 9 talik, 12 talik konditsionerlar qo'yilgan, sovutib turibdi mana. Keling. 4 qavatli domning ikkinchi qavat. 68.3 hozir men turgan joy. Mana koridordan to'g'riga kelganda hozir mehmonxonani ko'rib chiqdik. Bu tomonga spalniy xona, sanuzel alohida, bolalar xonasi hamda bu tomonga oshxonasi joylashmoqda. Spalniy xonani ko'rsating. Bundan 7 yil, 8 yil oldin o'zining trenddagi aboylardan qilingan. Unchalik remont talab emas, ya'ni o'rta holatda bo'lib turibdi. Remontda to'kilib qolgan joyi yo'q. Barcha tashqi derazalari akvaga almashtirilgan. Отопление uchun esa mana bunaqangi qovurg'alik batareykalar almashtirilgan, markaziy отопленияga ulangan. Keling. Bu esa 3-xona, ya'ni bolalar xonasi hisoblanadi. Eng muhimi, uyimizning planirovkasi shamol aylanishiga siflaznay bo'lgan kvartira hisoblanadi. Yurtdoshlar, ulguring, shoshiling. Termiz davlat universiteti peshkom boradiganlar uchun 3-4 daqiqalik yo'l. Bu tomonga esa bekalarga sevimli bo'lgan. Oshxona. Bu yer oldin oshxona bo'lgan. Oshxonani balkonga ko'chirishgan. Bu yerga bemalol o'tirib ovqatlanish uchun tamaddudxona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Bu esa uyning oshxonasi. Mana oshxona mebellari yasatilgan, gaz plita, dimoxod, barcha sharoit bor. Bunday aytganda bu yerda gaz bor-da. Keling. Aytib o'tganimdek, sanuzel alohida. Ko'rsating. Vanna xonasi. Vanna xonada mana pol avtomat kir mashinalar barchasi bor. Bu esa keling, sanuzelning ikkinchi qismi. Hojatxonasi 50 talik aristonga qo'yilgan. Yurtdoshlar, yana bir marta manzilni qaytarib aytib o'taman. Termiz shahar 5 Azbek restorani Oriental 4 qavatli domlarning ikkinchi qavatida umumiy maydon 68 kvadrat tashkil etgan 3 xonalik uy sotuvda. Narxi 450 million so'm. Bu uyda faqat naqd pulga yoki 100 million yetmay qoladigan bo'lsa, mikro qarz qilib olishingiz mumkin. Pastda qoldirilgan nomerlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nima savollar bo'ladigan bo'lsa, barchasiga javob beramiz. Chetda yurganlar uchun bu raqamda WhatsApp, Telegram barchasi ishlamoqda. Salomat bo'ling.